Samarqand Sovxoz Yoshlik Tuya suti ko'chasini ro'parasidagi ikki etajli zdaniyani birinchi etajda ikkita boksimiz bor. Ya'ni bu yer oldin dorixona bo'lgan. Ichkarini hozir maslahat ko'rsatib beraman. Dorixonani ichida deyarli почти hamma mebellari bor, bitta konditsioneri bor. Bu joyimiz xuddi shunaqa xonadan yana bitta bor, u yerda faqat mebellari yo'q. Bu joyimizning umumiy maydoni 24 kvadrat metr tashkil qiladi. Okamlar har bitta xona uchun $150 deb narxini aytdilar. Mebellar va konditsionerni eski egasi bor ekan. Okamlar bilan gaplashsanglar, nomerlarni beradilar. Agar kelishib qolsanglar, bularni tashab chiqib ketishadi. Ikkinchi etajni ko'rib turibsizlar, kattaligi 100 kvadratdan oshiqroq, bitta katta zal, bittadan ikkita yonida xonasi bor. Ozgina bardak, chunki bu yerda hali remontlar oxiriga yetib bormagan. Derazalar o'rnatilgan, asosiysi patolog bor. Agar buni chevarxona qilaman desangiz, ozgina agar o'zingiz remont qiladigan bo'lsangiz, okamlar ijarasidan albatta o'tib beradilar. Binoyimizning tashqi ko'rinishi bu birinchi xonamiz, bu esa ikkinchi xonamiz. Agar siz bu yerda apteka qilib ishlataman desangiz ham, aholi ko'p joyda yo'l yuzida joylashgan, keyin bu yerdan 300 uzoqda bo'lmaganda poliklinika joylashgan. Bundan tashqari bu yerda bitta fast food budkasi bor. Buni okamlar sotaman dedilar. Nomerlarini pastda qoldiramiz, bemalol telefon qilib gaplashib olsangiz bo'ladi.